Yelizaveta I davridagi kambag'allik qonunlari. Yelizaveta I hukmronligining dastlabki davrida bevosita kambag'allarga yordam ko'rsatishga qaratilgan qonunlar ham qabul qilingan. Masalan, 1563-yilda uning kambag'allarga yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonuni imkoniyati bo'lgan barcha mahalla aholisidan kambag'allar uchun mablag' to'plashga hissa qo'shish talab qilinardi. 1572-yilgi daydilar to'g'risidagi qonunga ko'ra, huquqbuzarlarning qulog'ini birinchi jinoyat uchun teshib kuydirib tamg'alash va qaysarlik bilan tilanchilik qiluvchilarni osish belgilangan edi. Tinchlik sudyalariga mehnatga yaroqsiz kambag'allarni tekshirish va ro'yxatga olish, ularga yordam ko'rsatish uchun qanchalik mablag' kerakligini aniqlash va keyingi har hafta tegishli miqdorni yig'ish uchun mahalla aholisini baholash huquqi berdi. 1575-yilgi kambag'allar to'g'risidagi qonunga ko'ra, shaharlarga kambag'allar ishlash uchun yetarli miqdordagi chun, kanop, zig'ir tolasi, temir va boshqa xomashyolar tayyorlashni hamda ishlamay qolganlar uchun tuzatish uylarini tashkil etishni talab qilardi. Bu uylarda bo'ysunmaydigan yoki beparvo ishchilarni majburan ishlatish va tegishli ravishda jazolash mumkin edi. Eski kambag'allik qonunlari. 1601-yildagi kambag'allarga yordam berish to'g'risidagi qonun ba'zan 43 Yelizaveta deb ataldi, chunki u Angliya qirolichasi Yelizaveta I hukmronligining 43-yilligida qabul qilingan. 1597-yilda parlament sessiyasi chaqirildi. U qashshoqlik va darbadarlikning kuchayish masalalari bilan shug'ullandi. Ushbu sessiya 1598-yilgi kambag'allar qonuni deb nomlangan bir nechta qonunlarni qabul qilish bilan yakunlandi. Ular orasida 1597-yilgi kambag'allarga yordam berish to'g'risidagi qonun va 1597-yilgi daydilar to'g'risidagi qonun bor edi. Bu qonunlar parlamentning keyingi sessiyasida asosan 1601-yildagi kambag'allarga yordam berish to'g'risidagi qonunda yanada takomillashtirildi va rasmiylashtirildi. 1598 va 1601-yillardagi qonunlar birgalikda Yelizavetaning kambag'allar qonuni deb nomlandi.